100 min so'm pul bor. Hozir 50% skitkasında 200 min so'm pul bo'ladi. Böyle 70% skitga. Bir işi gelasizlar, o'lchab beramiz, necha metr chiqsa 35 min so'mni aksiya qo'yib beraman. Hurmatli obunachilar. Masalan, shuni razmerini kelsangizlar 1 milyon 300 min so'm, 1 milyon 400 min so'm satılıp oturadi. Gelasizlar dik yarımını to'lab 40% skitkasında 70 min so'mni olib ketaverasizlar. Gelasiz 10 metr alsangiz 700 min so'm pul bo'ladi. 70 min so'm. Her hafta 1-3-2 metrlik ajoyibundan chotkisini, gilamlarni podarkasini berib boramiz, xudo xolasa. Her hafta bir adam moda chiqadi. Shundan podarkasini berib boramiz. Shuning uchun like, kommentariya обязательно basıp podpiska bo'lib qo'ying. Hurmatli obunachilarimiz, dukanimizni oldindan ko'rinishini 111-dukan bo'ladi. Ko'p odam adreslarini so'rab turibdi. Eldimiz Stayanka, mashin bozorini arka tarafındaki yolu desangiz ko'p odamlar tushunadi. Eldimizda yana sel ko'rsatmayni. Bu yerlarimiz Stayanka bo'ladi. Doğru mashinda girib kelsangiz ham bo'ladi. Doğrudan 111-dukan. Telefon nomerlarini teyinda qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Dostavka ham o'zlari besplatni olib borib qirqib tikib berishlar ham o'zi ichida. Esa kutib qolamiz, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 9 fevral, xudo xolasa sizlarga aksiyani zo'rini qo'yib beramiz. Bugun sizlarda aksiyada nechik bo'ladi? Gilamlarning hammasini 50%, 40%, 70%gacha skidga qo'yib berdik. Hatto ovalni labamini, metraj labamini hammasini qaranglar. Shu gilamina 400 min so'm pul bor. Hozir 50% skidkasında 200 min so'm pul bo'ladi. Böyle emmesi emas. Qaranglar metrajlara bu metrajlarni 3 metr, 4 metr kallara 70% skidga. Bir işi gelasizlar, o'lchab beramiz, necha metr chiqsa 35 min so'mdan metrini o'lchab olib ketaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bundan ko'pina 1, 2 chanlardan ham 35 min so'mdan metrlarni hisoblab olib ketaverasizlar. Belgilere gelsek, bulan kaçtaları, zorları, sifati, orijinalları, bulan emmide 190, 180, 200 min so'm satib o'tirdilar. Bize de bulanki 45% skitkası bilen 120 min so'm. Seyleyenleriz gelip durup kalını yupkası da oturumuz gelasizlar 120 min so'mdan xudo xolasa xarid etib ketaverasizlar. Başka da bize de 190 orijinal desa ishonib o'tirmanglar. Genglar 120 min so'mdan taxlab beramiz. Hali bu metrajlarni ishlav nasimas, qaranglar. Hamma donidon Hermes'ten kalın metrajımız var. Bu metrajlar ham bilasizlar 200 min, 210 min so'm satılib turadi. 145 min so'mga tushirib beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, kuru metrajlarimiz, gilamlar ham qo'yib beramiz. Hammani yana uyinda ishning gilamlarini nasib etsin. Bu gilamlarni bilasizlar, вообще qimmat edi. Kaçtasini aytib ko'rsatib beradi operator. Qalinligini qaranglar, 5 sm bo'ladi yana. Vorsini qaranglar. Her xil svetlari bor, xo'shray svetlari bor. İşidan tartib hammasini aksiya qo'yib beraman. Hurmatli obunachilar. Masalan, shuni razmerini kelsangizlar 300 min so'm, 1 milyon 400 min so'm satılıp oturadi. Gelasizlar dik yarımını to'lab olib ketaverasizlar. 1 milyon 500 min so'm bo'lsa 750 min so'mini to'laysizlar. Bunda 400 min so'mliklari bor. 400 min so'mliklarini 200 min so'm to'laysizlar. Bunda 300 minliki bor. 300 mingine 150 min so'm pul to'laysizlar. Obunachilar, bizda 70%dan 35, 40, 20%gacha bor. Gelasizlardan faizlarini so'rab olaverasizlar. Ibicha faizlik skidkalarni hammasini ko'rsatib spiskada tushuntirib beramiz. Esa g'alo keladigan bo'lsak, ko'p g'alo yayimiz obunachilar kelsangizlar o'zingizga yayib ko'rsatib beramiz. Hozir ishi g'olini yana skidga tushganini ko'rsatib beraman. Yana ko'ringlar, hurmatli obunachilar, ishi gilam 3 metr 5 metr. Buni hozir videolarda ko'rib turibsizlar. Asl narxi 750 min so'm. 750 min so'm obunachilar. Men sizlarga hali skidga sayt turibman. 750 min so'mga o'zi 750 1,5 million deb satib o'tiribdilar. Bizani o'zimiz do'konga kelsangizlar, razmeri 3 metr 5 metr g'olini 650 min so'mga berib beraman. Sizlar 2 namisizlar, mendan 3 kilometr ketasizlar uni pulini. Shuning uchun narxlarini e'tibor etib ko'rib olinglar. Undan tashqari, bunda ipek qo'shilganlar bor. Qaranglar. Bularnikini 2,5 million so'm deydilar. Bir narsang birini qo'shib beramiz deydilar. Bu 2,5 million so'm emas, hurmatli obunachilar. 1 milyon 200 min so'm pul. Duruşu 3 metre 5 metre. Bular ham skidkada turibdi. Razmerlari ko'p. Gelasizlar her xil svetlaridan bor. Yoyamiz desak, g'oli ko'p bedayni. Bu svetini qaranglar. Bu svetin dum chiroyli. Bular 3 milyon, 3,5 milyon satılgan gilamlar. Hozir 3 milyon emas, 2 milyon 800 emas, 1 milyon 500 min so'm. Bu razmerinden gelsak 3 metre 5 metre. Bize de xudo xolasa kuru bu gilamlar emas, dükanımızdaki hamma gilamlar aksiyada. Kelinglar yana tushuntirib beraman. Şu metraj yana 120 min so'm, 130 min so'm. Hozir gelasizlar 40% skitkasında 70 min so'mdan olib ketaverasizlar. Gelasiz
10 metr asas 700 ming so'm pul bo'lar. 70 ming so'mdan. 81, 120, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 hamma razmerlari bor. G'alalara keladigan bo'lsam, ishi xatarini 4 million, 4,5 million so'm sotilgan. Gelasida 50% skidkasida 2 million so'mdan olib ketaverasiz. Xalagan razmerlaringiz bor, xalagan gullaringiz bor, saylab kelaverasiz. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz, hammasini beraveramiz. Keyin 25-yildan qolgan gilamlarimiz bor. Bularni вообще 70% skidkacha tushirib berganmiz. Qaranglar. Tehrondan gilam hamma biladi, qalin gilam kvadrati 300 ming, 350 minglik gilamlar sizlar uchun 140 ming so'mdan beraman. Xalaqanız, ishida selislar, xalaqanızni 140 ming so'mdan beramiz yana. Hamma razmeri, hamma nalari bor. Ishida durg'anlari faqat boshqa komand bo'ladan, shuning uchun 135 ming so'mdan gelasidan xalaqni saylab olib ketaverasizlar. Bunning gilamlarimiz ko'p, ikkinchi etajimizda ham ko'p, pastimizda ham ko'p. Obunachilar yana qistonmin ko'raveringlar, yana ko'paytirib yashirib beramiz. Qaranglar, bular ham shuningdek narsa, bu ham 70% skidkada 85 ming so'mdan turibdi. 120, 1,5, 1,60, 1 razmerlari ko'p. Kelinglar yana. eBay'da eng original, eng zo'r g'alalarimiz bor ayna. Bu xatarlarimiz 4,5 million so'm, 5 million so'm sotilgan edi. 4,5, 5. Az gelasidan xatarni 2,5 million so'mdan olib ketaverasiz. Razmerlari bor. Bu gilamlar ham shunday aksiya etib qo'yamiz. Keyin bu yoqda yana iranskiy kachествоsi zo'rlari bor. Ko'ringlar, вообще dahshat, ranglar ham o'zi aytib turibdi. Bu gilamlarni ko'p odam xarid etgan bizdan, gelasidan yana arzon narxda. Bularnikidan ham 5 million so'm sotib o'tiraylik. Bularniki ham 35-40% skidkasida 3 million so'mdan qo'yib beraman. Qo'llaringizdan tutunmang, gelasidan xalaqaningizni birini tutasizlar, 3 million so'm berasizlar, yoyib mashinalarga yuklab dostavkasi bo'lsa, dostavkasini atstirib beramiz. G'alalarimiz ko'p, obunachilar sizlarning vaqtlaringizni olmasliklarimiz uchun arzon tushuntirib berib turibmiz. Bizada hozir 40% dan 70% gacha skidka bo'lib turibdi. Masalan, ina tushuntirdim-ku, ina kaketgan vajlar bo'lsa 35 ming so'mdan ham g'olib ayna. 35 ming so'mdan ham g'olib ayna. 35 ming so'mdan. Ne bular turibdi ina 140, 150 ming sotilganlar 65-70 mingdan beraveramiz. Yimanda 70 ming sotilganlarni boringlar 45 ming so'mdan beraman. Bu gatoy gilam bo'ladi. 45 ming so'mdan gelasida haritat ketaverasizlar. Kvadrat metri 10 kvadrat asosida 450 ming. Telefon nomeri qoldiraman, telefon turib so'rasizlar bo'ladi. Manzilimiz Urganchda Ray Center bozorida 111-do'kon bo'ladi. Hurmatli obunachilar, gilam bozor 111 podpiska bo'lib qo'yinglar. Podpisklar orasida xudo xolasa yangilik aytayotimiz. Har podpiskning ichidan haftasini bir gilam podarka berib boramiz. Har hafta bir odam ichidan podpiska, kommentariy, like yozib, like'larni bosgan odamlar ichidan topamiz. Xudo xolasa har hafta 1,2 metrlik ajoyibundan cho'tkisini, gilamlarni podarkasini berib boramiz xudo xolasa. Her hafta bir odam moda chiqadi, shundan podarkasini berib boramiz. Shuning uchun like, kommentariy обязательно bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Sog' salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa 10 fevraldan kelaverasizlar, do'konimiz ochiq. Hamma o'zlarini aksiya etib beramiz. Siz sog' salomat bo'lasizlar.